Yuqori kayfiyat taqdim qilib kelayotgan san'atkorimiz Bobomurod Abdiyev bilan suhbat quramiz va ijodda qanday yangiliklar deyishdan oldin ko'ryapmiz ustoz ijodkorlarning repertuariga alohida murojaat qilasiz, chunki ustoz ijodkor Bobomurod Hamdamovning shogirdlarisiz. Va ismingiz ham aynan menimcha shularga ixlos qo'ygan holatda qo'yilgan. Ijod borasida mana shu ustozlar haqida suhbatlashsak dastlab. Avvalambor assalomu alaykum. Xorazm televideniya kompaniyasining ashaddiy muxlislari. Endi ustozimiz O'zbekiston, Turkmaniston xalq artisi buyuk ustozimiz Bobomurod Hamdamov shu kishidan shogird bo'lib, shu kishidan tahsil oldik. Mana 84 yoshida olamni o'tdilar. Ko'pchilik biladi. Asosan ustozimiz shu birinchi ustozimiz Bobomurod Hamdamov bo'ladi. Endi baribir mana shu ustozni kimdirlar g'oyibona ustoz sifatida taniydi, kimdirlar bevosita o'zlaridan san'at sirlarini o'rganadi va mana shunday omadlilar qatoridasiz. Tanishish, ustozni oldiga ilk uchrashuv ustoz bilan qanday bo'lgan? Mana shu taassurotlar haqida bo'lishsak. Albatta. Endi men ustozning yoniga 2010-yilda shu 70 yosh vaqtlarida borganman. Shundan mana 14 yil birga yurdik hisob, shu 14 yil birga yurdik mana. Salkam 15 yil vaqt. Ustoz shogird bo'lib yurdik. Endi mana shu insonni shogirdi deyish oson, lekin unga munosib bo'lish alohida bir mas'uliyat. Mashaqqatli. Xato ijro qilish kerak emas, iloji yo'q va albatta yetkazib ijro qila olish ham kerak. Tanqid qiladi ba'zi hollarda, mana shunday ustozni qo'shiqlarida qandaydir kamchiliklar sezgudek bo'lishsa, ustozni muxlislarini o'zlari ham hatto tanqid qilib chiqishadi. To'g'ri. Endi bu ustozning shogirdi bo'lish ham maqsad emas. 2018-yilda Toshkentda eslabgan ko'rsatuvda bo'ldik ustoz bilan birgalikda. Mana shunda bir muxlislari chiqib aytdi, 3,5 mingta shularni bizlar spiska qilib qo'yganmiz dedi. Shunga qarab har joyga borsangiz ustozni har bir ashulasini so'rab qoladi, endi uni bilmayman deb aytishning iloji yo'q. Shunga shu barini pochta biz o'rganib qo'yganmizda shu narsalarni. Juda boy repertuarga ega bo'lgan, to'g'risi. Hindcha, turkmancha, afg'oncha, o'zbekcha, qozoqcha ham shulay aytgan, qoraqalpoqcha shulay aytgan, ko'p tillarda shulay aytgan. Endi ustoz haqida gapirganda ularni qo'shiq ijro qilmagan tilini sanagan osonroq, baribir. Va albatta, nima deydi, faqatgina bir nechta respublikalar emas, butun turkiy dunyo va O'zbekiston o'zi aslida Osiyo davlatlari yaxshigina tanishadi ustozni. Va albatta, hozir aytib o'tganimizdek, falonchi xato etsa mayli, lekin nega sen xato etasan degan dakkalar ham bo'lgan muxlislarda. Shu ashaddiy muxlislar ko'p ustozning. Shu har bir joyga borsangiz, har bir davrada topiladi. Shu esingizda yo'q, shu 70-yildagi, 65-yildagi shularni so'raydi. Erta bundan bir 45-50 yil oldin aytgan shularni so'rab o'tiradi, shu narsalardan endi aytib berishga harakat qilamiz baribir qo'ldan kelgancha. Ko'p ashaddiy muxlislar ko'p. Keling endi jonli ijro ham eshitsak, endi ustoz ijodidan bo'ladimi yoki o'zingizning ijoddanmi? Endi ustozning ijodidan bir narsa aytib beramiz. Birga eshitamiz, marhamat. Yar meni yaktın, yandırdın, canımda derman kalmadı. Yar meni yaktın, yandırdın, canımda derman kalmadı. Mecnun'di sahra çölünde, dilimde ferman kalmadı. Mecnun'di sahra çölünde, dilimde ferman kalmadı. Rahmat bo'ling. Baribir jonli ijro boshqacha, shu dilga yaqin qo'shiqlarda bo'lsa, ayniqsa ijodiy parvozlar tilaymiz sizga va dasturimizga ajoyib kayfiyatlar ulashganingiz kabi dastur so'ngi uchun ham sizdan bir dilbar taronani kutib qolamiz. Rahmat. Tayyorgarlik ko'rib turasiz, marhamat. Bizga esa ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga